Assalomu alaykum, hurmatli azizlar, obunachilar, yurtdoshlar. Obunachilarimiz, Malibu o'yinimizda bilsangizlar, bitta Malibu Cobalt 3 ta Spark qo'ygandik. Bitta Spark avtomobilida akamizga nasib qilgandi. Videoda, efirda ko'rgan bo'lsangizlar, akamiz yo'lda mashinada kelayotgandilar. O'zi rostdanmi deb ko'p odam shokda bo'ladi, ishonishmaydi ko'p odamlar. Birinchi o'yin. Ko'p odam o'z obunachamiz nima deydi? Yolg'on deb o'ylashadi. O'zi yolg'ondan bilet sotishadi, u bo'lishadi, bu bo'lishadi. Yo'q, bizlarda unaqa narsa yo'q. Bizlarning kanalimizni eskidan ko'rib bilib kelayotganlar, obunachamiz hammasi bilishadi. Endi bundan keyin ham siz ham ishonchga kirdingiz. Inshaalloh yana o'ynaymiz. Xudo xohlasa. Nechta bilet oldingiz aka? 3 ta bilet olgandim. 3 ta. 3-chi biletimdan chiqdi, 5-chi 8-9-chi kun olgan biletimdan chiqdi. 3-chi biletimdan. Oxirida olgan ekansiz-da. O'zi aytaman, obunacham ko'p bilet xarid qilmanglar. Oshib borsa 10 ta olinglar deyman. Nima deydi? Oliy budjetga ham zarar tegib qolmasin deyman. Kamida eson bo'lsizlar deyman. Yaxshi niyatda. Aka o'zi mashinani boshida ishonmaganingiz, ishondingizmi? Men 2 ta bilet oldim. Ko'nglim to'lmadi. 3-chi kun ham bilet olaman, kartamda pul yo'q. Bir og'aynimga aytib, pul tashib bor, kartamni shunday tashladi. 3-chi biletni oldim. Alloh nasib qilgan, o'sha 3-chi biletim yutuq chiqdi bizlarga. Ko'nglingiz sezgan ekanda. Ko'nglim o'ynagim kelaverdi, obedga yaqin o'ynadim. Ertalab kartamda pulim yo'q. Endi yozib yubordim SMS. Kartamni tashadi dedim. Tashadi o'ynadim o'sha 3-chi bilet. Qaradim, haqiqatan 418 3-chi biletim chiqib turdi. O'zim aytdim, Shuhratdan kelayotgandim, yo'lda shunaqasam video yozib kelyapti. Qaradim, telefon qildi. Biz yaqinda ekanmiz-da. Shuhratdan birov oldi berib, shunday pul berib kelayotgandim. Video yozib shunaqasam chiqyapsiz. Men o'yladim, yana bilet olmoqchi ekan deb o'ylasam, qarasam yutuq ekan. Men aytaman-ku, shu videodan telefon qildim. Obunachilar, siz mashina yutib olganingiz, men hazillashaman. Kir mashina yutib oldingiz deyman, velosiped yutib oldingiz deyman, lekin unga biz telefon qilmaymiz. Shu mashina yutib oldingizmi, men telefon qilaman. Obunachilarim yaxshi niyat qilinglar. Men akamizga o'sha aka qayerdansiz? Adresni ayting keyincha. Men Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidanman. Uyg'otmaydi. O'zim Toshkentda yashab kelaman, ancha yildan beri. Nima ish qilasiz bu yerda aka? Yo'da bozorda ish qilamiz. Endi nastavga chiqaman, hozir men bozorda, Farqasi bozorda ish qilamiz. Gap yo'q aka. To'ydagi yaxshi kunlarga men oldingiz Gentrace bor ekan, bitta mashina ikkita bo'ldi, xudo xohlasa. Inshaalloh. Yana nasib qilsin deymiz. Men nima dedi? Obunachilarimiz qanchalik hammasi mashina yutib olsa, menga nima dedi? Shu adrenalin beradi, qisqasidan keyin menga kayf beradi shu o'zi. Obunachilarimiz, yurtdoshlarimiz mashinalik bo'lsa, niyatimiz shu. O'rtada biz sababchimiz. Hammasi Allohdan. Surxondaryolik bo'lsa, Surxondaryoliklar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Akamiz taniganlar bo'lsa, yurtdoshlar bo'lsa, Samarqandliklar bo'lsa, o'z qarindoshingizni yarmi Samarqand menimcha. Ayolim Samarqandliklar. Samarqandda qarindoshlar ko'p. Bosurasda. Aka bo'lmasa, mashina kimga sovg'a qilasiz endi? Mashina shu. Yoki biznesgami? Ya, o'zimiz bilamiz, xudo xolasa. Men ishga borishingiz sifat zo'r mashina. Oyim o'sha sovg'a olgan kunimiz kelganlar, o'sha poy qadam yoqdim, men o'sha kuni sovg'a chiqib turdi-da mana. Gap yo'q. Aka, mashina nomingizga o'tdi. Obunachilar mana. Akamiz nomiga o'tkazib berdik. Mashinaning shartnomasi bu. Bu sizga endi mashinaning kalitlarini tantanali, chiroyli topshiramiz aka. To'ylarga yaxshi kuninglar, mininglar. Bitta ertaga berib yuborsak. Dedi. Obunachilarimizga tilak, istak, niyatlaringiz bo'lsa, bu o'yinimizda ko'p obunachilarimiz ishtirok qilib kelishadi. Shularga aytadigan gaplaringiz bo'lsa, chin ko'ngildan niyatlaringiz bo'lsa aytib o'tishingiz mumkin aka. Obunachilarga aytaman, o'yin ishtirokchilariga xudo xolasa o'ynasalar yutadi. Men birinchi o'yinni oldin ko'rganim, o'ynamagan. Bir YouTube'da qiziqqan edim, Kabish o'ynagan o'shanda. Bu safar qarasam Malibu o'ynadik ekan. Shu niyat qildim, Malibu'da bir Spark yutaman. Alloh nasib qilsa, Spark yutsam yutdik. Xudo xolasa kelasi o'yinlarda yaxshi to'layishga niyat qilamiz. O'ynaymiz. O'ylanib o'tirmanglar. Video efirni ko'rdingizlar-ku, o'ylanib o'tirmanglar. O'zimiz shokda bo'lib qoldik. Mashinani o'sha kuni video bizda gaplashgandik, mana bugun nasib qildi, mana shu bugun. Mashina uyingizga olib bormoqchi edik. Uyingizgacha masalan biz to'y tomosha qilib chiroyli qilib olib borib topshiramiz. Nima deydi? Ko'p YouTube'da obunachamiz ko'rsa yanada ishonchi ortadi. Shuning uchun bitta ukamiz jonlarini topshirib qo'yishdi oldimizdagi bola. Shuning uchun obunachamizni shunday yig'ib mashina topshiramiz. Aka keling. Siz ham tabriklarni bildiring endi aka. Akamizni ukasiz yoki qarindoshi singlimni xo'jayinlari bo'ladi. Shu o'ynagan ekan, YouTube'da haqiqat ekan, rost ekan. Bizlar o'zimiz bir joydan dam olishdan kelayotgandik. Men uyda edim, bu kishi ham o'zi uyda edi. Telefon menga vizit bo'ldi dedi. Haqiqatan YouTube'ga kirib ko'rsam, o'yin bo'layapti ekan, jonli efirda ustiga kirib qoldim. Mana shu bugun mana mashinani biz olib kelib topshirdik. O'zim haydab keldim. Haqiqatan rost ekan shu narsa. U yolg'on bunaqa hech narsa yo'q. Faqat chin ko'ngildan o'ynanglar. Xudo xolasa yutasizlar sizlar ham nasib bo'lsa. Bizlarga chiqdi lekin. Endi bilmadim. Men hammasi Allohdan. Xudolar rizq bo'lsa, aka sizlarga ham nasib bo'lsin. Endi siz ham o'ynaysizmi, bilet olmagansiz oldin. O'ynayman. Xudo xolasa nasib bo'lsa, mana hozirroq bilet qoldi deyapti. Xudo xolasa bir 5 tagina niyat bor o'ynash. Xudo xolasa. Obunachilar Range Rover Gentra qo'yilgan, shumka qilingan polni Range Roverni bilgan biladi. Range Roverda yil bo'lmaydi, sustainable. Range Rover avtomobili endi butun dunyo tan olgan mashina u. Mana o'zimda ham Range Rover bor. Xorazmda haydayman.
Shu modeldan shu narsadan 5 yil bo'ldi Range Rover haydayman. Zo'r. Nimaga uchun? Men endi mashina men inspeksiyadan o'tganda men bilaman qanaqaligini. Obunachilarga qo'yib bersam yutib olsa uyaltirmaydi inshaalloh. Nasib. Gentra bor 3 ta Spark qo'yib berganmiz. Bilet narxi qimmat emas, hamyon bor 700 rubl, 100 ming so'm, 4 ming tangadan. Siz qayerda bo'lishida qat'iy nazar bemalol biletlarni olib, o'ylarimizda ishtirok qilinglar do'stlar. Shunday mashinalarni uyingizga yoki o'zlaringiz kelib olib ketishlaringiz mumkin do'stlar. Yaxshi kunlarga, to'ylarga mininglar. Alloh ko'masin. Yana biz efirda ko'rishamiz. Yanada kengayaversin obunachilar. Fosilarga